xorijiy tillar kafedrasi tashabbusi bilan o'tkazilgan Yangi O'zbekistonda filologiya ilmining dolzarb masalalari nomli ushbu konferensiya ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tdi. Konferensiyada O'zbekiston Respublikasining taniqli olimlari, jumladan Til va adabiyot instituti professori, filologiya fanlari doktori, Fuzuliy ilmiy tadqiqot markazi rahbari Gulbahor Ashurova, universitetimiz professori, filologiya fanlari doktori Nafas aka Shodmonov hamda respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan olimlar, Zoom orqali ishtirok etgan ustozlar hamda xalqaro hamjamiyatda o'z ilmiga, o'z nomiga, o'z so'ziga ega bo'lgan olimlar ishtirok etishdi. Ushbu konferensiya 5 shu'ba doirasida turli xil sohalarda, jumladan tarix, iqtisodiyot, pedagogika va psixologiya, shuningdek filologiya ilmiga bag'ishlangan 5 shu'ba doirasida o'z faoliyatini olib bordi. Bugungi o'tkazilgan xalqaro ilmiy anjumanimiz biz yoshlarga qanday ilm olishni, undan tashqari xalqaro darajadagi ilmlar qay darajada bo'layotganligini va olimlarning fikri bizga har tomonlama katta ilmiy izlanishlar olib borishimizga asos bo'lganligiga bizga turtki bo'ldi. Ushbu konferensiya doirasida shuningdek umumiy tarixiy ildizlardan strategik hamkorlik sari nomli ilmiy amaliy simpozium ham tashkil etildi. Ushbu simpozium O'zbekiston Respublikasi hamda Ozarbayjon davlatlari o'rtasidagi strategik hamkorlikning 30 yilligiga bag'ishlandi. Ushbu simpozium nafaqat Qarshi shahridagi Turon universiteti, balki Andijon shahridagi Turon universiteti, Kavkaz universiteti, Turk dunyosi madaniyati va san'at nashriyoti hamkorligida tashkil etildi. Barcha ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar va talabalarimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.